aqallul hayzi salasatu ayyamin va layaliha. Hayzning muddatini eng ozi 3 kunlar va kechalardir. Eng ozi 3 kun va kechalar. Bu Abu Hanifa va Imom Muhammadning so'zi, fatvosi. Abu Yusuf aytadiki, 2 kunu 3-kunni ko'pi deydi. 3-kun mukammal emas deydi. Imom Shofiy aytadilarki, 1 kun. 1 kun kelsa ham, mana shu 1 kun to'liq kelsa, bu hayz qonidir. Oz bo'lsa hayz emas deydi. Imom Malik aytadilarki, 1 soat bo'lsa ham. Shofiyning so'zini Ahmad bin Hanbal ham aytadi. Demak, Shofiylar va Hanbaylarga ko'ra 1 kun, Imom Malikka ko'ra 1 soat, ozgina keldi bu hayz. Hanafiylarga ko'ra 3 kun va kechalar. Samana qasam min zalik falaysa bi haydin. Bundan oz bo'lgani hayz emas. Va huwa istihazatun istihazadur. Va aktaruhu 10 ayyamin. Hayzning muddatining eng ko'pi 10 kundir. Amma zada ala zalika fa huwa istihazatun. 10 kundan oshgani istihazadur. Imom Shofiy aytadilarki 15 kun deydilar. Ahmad bin Hanbal, Imom Malikni qavllari ham shu. Abu Hanifadan ham bir rivoyat bor. Ahmad bin Hanbaldan yana bir rivoyat borki 17 kun deb. Imom Malikdan yana bir rivoyat bor. Hayzni ozi bilan ko'pini haddi yo'q. 10 kun 15 kun demaymiz deydi. Qancha bo'lsa hayzdir deydi. Endi 3 kunga bormasdan bir qon to'xtasa, Hanafiy mazhabiga ko'ra bu hayz emas, istihoza deyiladi. Hali bobning asnosida tanishamiz. Hayz namozdan, ro'zadan, Qur'on o'qishlikdan man qiladi, jimodan ham man qiladi. Lekin istihoza bulardan man qilmaydi. Demak, Hanafiy mazhabiga ko'ra 3 kundan oz qon ko'rgan ayol namoz o'qiradi, ro'zasini ham tutaveradi, eri bilan jimo ham qilaveradi, Qur'on ham o'qiradi. Shofiylarga ko'ra esa 1 kun qon keldimi, buniki hayz. Namoz o'qiy olmaydi, ro'za tuta olmaydi, jimo qila olmaydi, Qur'on ham o'qiy olmaydi. Ko'piga qarang, Hanafilar 10 kun dedi. 3 kun to'xtamasdan kelib tursa, 3 kun demakki bu hayz. Davom etsa o'sha 3 kun bilan boshlab yana 1 haftagacha, 10 kungacha hayz bo'ladi. 10 kundan keyin yana kelsa, 10 kundan oshgani istihoza Hanafilarga ko'ra. Hanafilarga ko'ra bir ayol, ya'ni namoz o'qimasdan yurishligi 10 kun bo'lyapti. 10 kun namoz o'qimasdan yurishligiga izn berishyapti. 10 kun ro'za tutmaslikka, Qur'on o'qimaslikka va jimo qilmaslikka izn berishyapti. Undan oshgandan keyin namoz o'qisin, jimo qilsin, ro'za tutsin, Qur'on o'qisin. Shofiylarga ko'ra 15 kun. Qarang, yana 5 kun qo'shilyapti. Imom Malikka ko'ra esa mana 20 kun bo'lsa 20 kun, 1 oy bo'lsa 1 oy, 40 kun bo'lsa 40 kun ketaveradi.